Najot. Iso Masihda. Assalomu alaykum. Oiladagi zo'ravonlik mavzusi turli internet maydonlarida, shuningdek, ko'pgina mamlakatlarning ilg'or kanallarida keng muhokama qilinmoqda. Pandemiya davridan boshlab vaziyat yanada og'irlashdi. Afsuski, faqatgina jamoatda bu haqda kam gapirishadi. Bu masalani muhokama etish uchun men Rossiya, Belorussiya, Germaniya va amerikalik cho'pon va psixologlarni taklif etdim. Men sizga cho'pon, muayyan ma'noda qalb shifokori, hattoki psixolog sifatida bir nechta savollar bermoqchiman. Lekin avvalo cho'pon sifatida. Aleksandr, shaxsan o'zingiz zo'ravonlikni qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Xudo insonga erkin iroda va muayyan shaxsiy makon ato etgan. Psixologiyada biz hech kimni kiritmaydigan shaxsiy yoki intim makon degan tushuncha mavjud. Bu vaziyatda yuzga berilgan zarba, jinsiy zo'ravonlik yoki axloqiy zo'ravonlik, ya'ni kimdir shaxsiyatimni yerga urishi, Xudo menga bergan shaxsiy makonimga, chegaramga, mening ixtiyorimga qarshi ravishda kirish deb hisoblanadi. Zo'ravonlik doirasi degan tushuncha mavjud. Bu masalan zo'riqish kuchayganidan boshlanadi. So'ng zo'ravonlik harakati vulqondek portlaydi. Bundan keyin odamlar yarashadi. Yarashuvdan so'ng asal oyi bo'ladi. Balki u bundan keyin gul ko'tarib keladi. U seni qo'llarida ko'tarib, boshqa bunday qilmayman, meni kechir deyishi mumkin. Mana shu paytda u qurbonni aldayotgan bo'ladi. Ayol erim boshqa bunday qilmaydi deb o'ylaydi. U afsusda kechirim so'rayapti, boshqa qilmaydi. Keyin bu yana sodir bo'ladi. Doira mana shundan iborat. Zo'riqish kuchayadi, keyin zo'ravonlik harakati amalga oshiriladi. Keyin yarashuv va yana qisqa vaqt qandalotu gullar davri boshlanadi. Zo'ravonlikka qancha uzoq vaqt chidasang, asal oyi davri yanada qisqarib boraveradi. Zo'ravonga siz kerak bo'lmay qolguningizcha mana shu asal oyi qisqarib boraveradi. Chunki har bir zo'ravonlik harakatidan so'ng qurbon kishi men nimadir ishkal qilgan bo'lsam kerak deb o'ylashni boshlaydi. Avvaliga qurbon zo'ravon sababchi deb o'ylaydi. Vaqt o'tishi bilan gap menda bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Boz ustiga agar bu masihiy olamidagi zo'ravonlik bo'lsa, biz AQShga ko'chib keldik, yaqindagina men shunaqa vaziyat bilan to'qnashdim. Rossiyada men imonsiz oiladan bo'lgan zo'ravonlik qurbonlari bilan ishlaganman. Bu boshqa turdagi ish. Bu yerga ko'chganimizda meni ajablantirgan narsa shuki, masihiylar zo'ravonlikka chidash kerakligiga juda qattiq ishonishadi. Zo'ravonlikdan qochish mumkin emas, buni gunoh deb o'ylashadi. Bu dahshatli, bu gunoh, Xudo bunga qarshi deb o'ylashadi. Cho'ponlar, jamoatlar shunday targ'ib qilishadi. Meni tushunishimcha, jamoatda shunday deb o'rgatiladi. Sen chidashing kerak, Xudo sen ko'tara olmaydigan sinovni bermaydi deb aytishadi. Ular muqaddas kitobdan oyatlarni ishlatishadi. Xotin erini qutqarmasmikan deyishadi. Olga, bir narsaga aniqlik kiritmoqchiman. Agar bu birinchi marta sodir bo'lgan bo'lsa va erkak kishi, bundan pushaymon, chindan ham zarracha bo'lsa ham afsuslanayotgan va rostdan buni boshqa hech qachon takrorlamasligi mumkinmi? O'z tajribamdan aytadigan bo'lsam, agar zo'ravonlikning qurboni bo'lgan kishi to'g'ri munosabat bildirmasa, bu yana takrorlanadi. To'g'ri munosabat bu faqatgina uydan ketish. Agar bu birinchi marta sodir bo'lgan bo'lsa hammi? Mening fikrimcha, ajralish kerak emas. Lekin unga katta ta'sirot o'tkazish kerak. Erkak kishi kechirim so'rayotganida yolg'on gapirmaydi. U samimiy gapiradi. Xotinini urishni rejalashtirmaydi-ku. Bu emotsional harakat. U bunga tayyorgarlik ko'rmaydi. Uning tavbasi samimiy bo'ladi. Boshqa zo'ravonlik qilmasligiga ishonadi. Lekin agar bu narsaga nisbatan chora ko'rilmasa, bu takrorlanadi. Aftidan erda muammo bor. Chora ko'rish kerak.
Ruhiy yordam markazining jamoasi turli davlatlardan bo'lgan bag'ishlangan xodimlardan tashkil topgan. Ular qalbi shifosi sohasida tajribaga ega. Bizning vazifamiz muhtoj bo'lgan har kishiga o'z vaqtida yordam ko'rsatishdan iborat. Xizmat xodimlari keng ko'lamli ehtiyojlarni qamray oladilar. Ehtiyoji bor har bir kishi bilan alohida suhbatlashish orqali elektron aloqa vositalari yordamida xodimlarimiz muammoga muqaddas kitobning nuqtai nazaridan ko'rsatishga va u hal bo'lishi uchun Xudoning oldida shafoat qilishga tayyor. Yoshligingdan yoki hayotingdan sen emotsional yoki axloqiy turdagi zo'ravonlik deb hisoblaydigan paytni yoki parchani eslay olasanmi? 6 yoshimda buvamnikiga borgandim. Uyga ketishni judayam xohlaganim uchun juda yig'lagandim. Uyimga qo'yib yuboringlar derdim. Buvam meni devor yoniga olib borib, harbiy yulduzli kamarini ko'rsatib, agar yana bir marta yig'lasang, dummangda ana shu yulduzning muhri qoladi dedi. Buvam meni urmadi. Men jim bo'ldim. Lekin bu meni butun umrga yaraladi. Juda ko'p og'riq keltirdi. Afsuski, bu turdagi zo'ravonlik hayotimda qo'llanilib norma bo'lib kelgan. Afsuski, bu o'smirlik davrimda otilib chiqdi. Bundan ko'p odam aziyat chekdi. Men quyosh ostidagi o'z o'rnim uchun kurashardim. Ko'p odamga azob berdim. Qachon va qay yo'sinda qurbon bo'lgan odam zo'ravonga aylanadi. Tan olaman, bu jarayon qanday kechishini oxirigacha tushunmayman. Men uchrashgan odamlar odatda men bu narsani bolaligimda bir marta boshimdan o'tkazganman yoki bu menda tez-tez bo'lib turgan. Men hech qachon otam qilgan ishni qilmayman deb so'z berganman, ont ichganman deyshadi. Kutilmaganda yillar o'tib, u otasidan battar ish qilayotgani ma'lum bo'ladi. Buni qanday tushunish kerak? Biz chindan ham bolalik tajribamizdan to'qilganmiz. Ota-onaning bizga bo'lgan munosabati bizni shakllantiradi va bizning bir bo'lagimizga aylanadi. Bu biz kutayotgan muayyan mezonga va namunaga aylanib qoladi. Aytaylik, o'g'il bolaga haddan ziyod bosim o'tkazilgan bo'lsa, uni doim biror bir sababga ko'ra jazolagan bo'lsa, unda kelishish degan tajriba yo'q. U birdaniga kuch ishlatadi, majburlashni boshlaydi. Axir u boshqachasini ko'rmagan va bilmaydi. Keyin mana jazo haqida gapiradigan bo'lsak, hozir biz jismonan jazolash haqida aytyapmiz. Bolani tez-tez va emotsional holatda jazolaydigan bo'lsa, bola otasining kuchini his qiladi, unga qarshi tura olmaydi. Lekin uning ham o'zini hislari bor. U adolatsizlikni his qiladi. Ayniqsa uni eshitishmasa va tushunishmasa. Uning tushkunlik va tajovuzkorlik his-tuyg'ulari bor. Bu tuyg'ular bosti bo'lib, ong ostiga joylashadi. U yangi inson bilan munosabat qilishni boshlaganida, bu jahl tashqariga chiqadi. Misol uchun, aytaylik, xotin eriga ozgina ishora qildi. Nimadir joyida emasligini bildirdi. Odatda jazolanib kelgan odam o'zini yomon odamman deb o'ylab katta bo'ladi. Yoki bola unga hurmatsizlik bilan nimadir dedi deylik. Uni 10 balldan 2 ballga xafa qilishsa ham, uning reaksiyasi 2 ballga mos bo'lmaydi. U 10 ballga xafa bo'ladi. Chunki xotin erining o'sha bosilgan hissiyotlarini yuzaga chiqaradi. Ya'ni aslida ota-onasiga ko'rsata olmagan jahlini endi xotiniga, bolalariga ko'rsatadi. Ongingizda hamma narsani tushunib turasiz, lekin bunga qarshi tura olmaysiz. Ana shu jarohat olgan joyingizga qaytasiz va o'sha yerdan reaksiya ko'rsatasiz. Bilasizmi, jarohat eskirmaydi. Bolani mana shunday tarbiyalashgan bo'lsa, u shu yerda qolib ketadi va u hissiy tomondan ulg'aymaydi. U bilan muloqot qilsangiz, u 4-5 yoshli bolaligicha qolib ketgan bo'ladi. Qarshimizda 35 yoshli erkak turgan bo'lsa ham, u yosh boladek o'zini tutadi. Bizning suhbatimiz azob chekkan insonni himoya qilishga qaratilgan. Biroq zo'ravonlik qiladigan kishi ham muayyan ma'noda qurbon odam, to'g'rimi? Jamoatning nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, kishi ko'z yosh to'kib, juda tavba qilgan vaqtlarni bilaman. Bu ishni qilib, bunga nafrat bilan qaragan hollarni ko'p ko'rganman. U odamning o'zi kelib, iqror bo'lgan, uni hech kim issig'ida qo'lga olmagan. Ammo
Psixologiya muayyan ma'noda muammosi borligini tushunadigan va vaziyatdan chiqish yo'lini qidirayotgan odamga qanaqa chorani taklif qila oladi? Sizning tavsiyangiz? Men bunday kishiga chuqur muolajadan o'tishni tavsiya qilardim. Aynan terapevt bilan o'zining chuqur jarohati ustida ishlash kerak, chunki bu xatti-harakatlar qatlamida sodir bo'lmaydi. Nima, bu iymolilar o'zini noto'g'ri tutayotganini bilishmaydimi? Albatta bilishadi. Shunchaki qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bu ularni tortib ketaveradi. Ular bu jarohat quvuriga tushib ketaverishadi va vaziyatga kuchli hissiyot bilan munosabat bildirishadi. Shuning uchun ular bir paytlar yig'ib kelgan, bosilib kelingan jahl hislarini ocha oladigan, ularni qo'llab-quvvatlaydigan terapevtni topishi kerak. Terapiya vaqtida jahl tashqariga chiqadi. Shu yo'l bilan ular ozod bo'lishadi va xavfsizlik keladi. Terapevt odamni qabul qilishi uchun yaxshi sharoit yaratishi kerak. Insonning yuragi toshdek qotib qolgani uchun yovuzlik qiladi. Psixologiya tilida bu hissiy himoya deb ataladi. U himoya qatlamlari bilan o'zini o'rab olgan bo'ladi. Ular qanday shakllanadi? Yosh bolaga yonidagi katta odam xavf tug'dirgan paytida u uyat, qo'rquv, ayb hislarini boshidan kechiradi. Biz ko'pincha qo'rquv, tayoq bilan jazolaymiz. Bu payt mana shu ipchi uziladi va bola yashashda davom etishi uchun o'z hislarini ichiga yutadi. Shu bilan birga undagi hamdardlik, achinish va mas'uliyat, boshqa yo'lni ko'ra olish hislari ham bosilib qoladi. Buni emotsional himoya deymiz, ya'ni karaxtlik shakllanadi. Shuning uchun o'zining qaltis harakati bilan xotiniga ozor yetkazayotganini o'zi his qilmaydi. Shu tarzda odam yovuzlik qilaveradi. Faqat bitta chora bor. Bu odamga o'sha himoya qatlamini olib tashlashga yordam berish kerak. Qanday? Insonning yuragini yumshatish kerak. Qanday qilib? Qalb shifokori yoki psixolog yangi bog'liqlik tajribasini yaratishi kerak. Bola bir paytlar u nosog'lom, xavotirli bog'liqliklarni boshdan kechirgan. U xavf-xatarda yashagan. Endi yangi tajriba yaratish kerak, chunki buning hammasi neyron aloqalar darajasida sodir bo'ladi. Yillar davomida tomir otgan, aloqalar mustahkam o'rnashgan. Unga shunchaki bunday qilma deya olmaysiz, bu yordam bermaydi. U o'zini qabul qilgandagina, xavfsizlikni his qilgandagina himoya devorlari qulaydi va yuragi yumshaydi. Ko'zidan tavba va achinish yoshlari oqishni boshlaydi. Shundagina u xulqini chindan ham o'zgartira oladi deyishimiz mumkin. Avval o'zgarish ichida amalga oshadi. So'ng xatti-harakatlar o'zgaradi. Agar men to'g'ri tushungan bo'lsam, agar u qaysidir darajada yonida befarq bo'lmagan, u uchun turib bera oladigan, hayotiga e'tibor qaratadigan, unga samimiy yordam berishga tayyor bo'lgan odamlar borligiga ishonch hosil qilsa, u xuddiki o'zini shu odamlarga ishonib, o'zini himoya qilish devorini olib tashlab, o'zining tabiiy holatiga qaytadi. U qilmishidan uyalganini tan oladi, yordam so'raydi, o'zini past oladi. Shundaymi? Normal holatga keladi. Bu ojizlik holati. U o'zini qabul qilinganligini, hukm qilishmayotganini his qilgandan so'ng ochiladi. Ko'pincha u teskarisiga to'qnashgan-ku, to'g'rimi? Uni faqat xatti-harakatlarini ko'ramiz, lekin ichida yaralangan yosh bola borligini tushunmaymiz. Uning bolaligi og'ir bo'lgani uchun o'zini shunday tutyapti. Unga yordam kerak. Bolalar bilan ham shunday. Bola toshbag'irlik qilsa, unda shu himoya devori paydo bo'lgan bo'ladi. U boshqani xafa qiladi. U tajovuzini tashqariga chiqarishni boshlaydi. Odatda zo'ravonlar ojizlik, ochiqlik holatiga dosh bera olmaydilar. Nega ular urishni, qichqirishni boshlaydi? Bu ularga kuchni his qilishni beradi. Chunki zaiflik ularni himoyasiz qiladi. Ular buni ko'tara olmaydi. Men savolni takrorlayman. Aytginchi, zo'ravonlikni qanday ta'riflagan bo'larding? Hukmronlik, ya'ni ering ustingdan hokimlik qiladi. Xudoning o'zi zo'ravonlikka ta'rif berdi. Bu hukmronlik. Bu bir kishi boshqa kishining ustidan huquqqa ega bo'lmay turib, hokimlik qilishidir. Manipulyativ, jismoniy yoki psixologik ma'noda bu boshqa odamning irodasini qul qilib hokimlik qilish. Masihning yovuzlikka qarshilik qilma ta'limoti ayrim shaxslar zo'ravonlik qilishlari uchun bahona bo'lishi mumkinmi? Ular biz chidashimiz kerak, kechirishimiz kerak degan va'zlarni eshitib turishadi.
Aytgancha, zo'ravon odamni kechirish nima degani? Odamning oldiga birdan qaytish, birdan yarashish kerakmi? U odam doim zo'ravonlik qilishini inobatga olib, o'zini ko'niktirib yashashi kerakmi? Aniqlik kiriting, iltimos. O'ylaymanki, Masihning yovuzlikka qarshilik qilma degan so'zlarini bugungi ko'pgina murabbiylar noto'g'ri talqin qilishadi. Slavyan madaniyatimizda bu muqaddas kitobga emas, ko'proq Lev Tolstoyning qarashlariga to'g'ri keladi. Odamlar buni noto'g'ri tushungani uchun jamiyatda noto'g'ri tatbiq etishadi. Odamlar yovuzlikni deyarli Xudoning quroli deb o'ylashni boshlashadi. Bu birinchidan Xudoga tuhmat hisoblanadi. Ikkinchidan, bu noto'g'ri tushunilsa, yovuzlik yashaydi va jadallashadi. Xulqi zo'ravon bo'lgan odam agar jazolanmasligini bilsa, u javobgarlik haqida umuman g'am chekmaydi. Shu bois jamoatda yovuzlik jazolanadi degan aniq tushuncha bo'lishi kerak. Qonun ham, jamoat ham har qanday turdagi zo'ravonlikka chora ko'rishi kerak, 100%. Albatta, bu oyatlarni noto'g'ri tushungan odam zo'ravon odamni shunday harakatlarga qo'zg'atadi. Chunki bunday inson kimningdir zo'ravonlik harakatini o'ziga tortadigan qurbon sifatida vasvasaga soladi. Oddiy misol keltiraman. Oilada qiz bola katta bo'lyapti. Uning otasi qattiqqo'l bir dindor odam. U qizini u istaganidek munosib inson bo'lishini xohlaydi. Bunday misollar ko'p. Misol uchun, ota qiziga qaraydida, kiyimingga bir qara deydi. U doim qizga o'zi qaror qilishni emas, otasining qaroriga ergashishni o'rgatib keladi. Qiz o'z fikrida turishga uringanida, otasi itoat qilishing kerak deydi. Xizmatkorlar ko'pincha ana shunday manipulyatsiya qilishadi. Bolalarga tushunish kerak emas, bo'ysunish kerak deyishadi. Xo'sh, bunaqa turdagi tarbiya qachon bo'lsa ham uning ustidan hokimlik qilishga tayyorlaydi. Bunaqa qiz muammosi bor yigit bilan turmush quradi. Aytaylik, u Masihga katta yoshida kelgan, bolaligida jarohat olib zo'ravonga aylangan. U qiz bolaga bir tarsak beradi. Qiz onasining oldiga yugurib keladi. U yigit noto'g'ri ish qilganini tushunyapti. Uni hech qachon urishmagan. Onasi "Qizim, chida" deydi. Chida so'zi asosiy sabab. Ilgari uni kiyinishga majburlashganida chidashi kerak edi. Uning fikri muhim emasligiga chidashi kerak edi. Qiz kerak bo'lsa, mayli bunga ham chidayman deydi. Yigit qilmishining oqibati yo'qligini ko'rib, yana ham qattiqroq urishi mumkin. Masihiy oilada ham jinsiy zo'ravonlik shunday sodir bo'ladi. Ayol kishi og'riqni his qilayotganini aytishdan qo'rqadi. U noqulaylikni his qilyapti-ku. Unga esa bu turmush majburiyati, chidash kerak deyishgan. Yovuzlikka qarshilik qilma degan ta'limot keng ma'noda yangi qurbonni keltirib chiqaradi. Bu Masih uchun azob chekish haqidagi injiliy pozitsiya emas, bu shaxsni jarohatlash, barbod qilish hisoblanadi. Inson sog'lom holatda o'z voqeligiga tanqidiy qaray oladi. Masalan, men hozir o'tayotgan vaziyatimni, menga bo'lgan munosabatni baholay olaman. Chegaramni buzishganini ko'ra olaman. Buni his qilaman. Buni normal deb qabul qilmayman. Dastlabki bosqichda chorasini izlashni boshlayman. Jismoniy zo'ravonlik nimadan so'ng boshlanadi? Emotsional zo'ravonlikdan keyin boshlanadi. Avvaliga ayol kishini yerga urishadi, unga baqirishadi va uni pisand qilishmaydi. Haddan ziyod nazorat qilishadi. Ayol kishi mana shunday kichik belgilarga e'tibor bermay o'tib ketadi. Keyingi bosqichda kattaroq zo'ravonlik boshlanadi. Ayol kishi bularga chidab tursa, o'z oilasida shunaqa munosabatning andazasiga asos soladi. Bolalar bunaqa munosabat normal ekan deb o'ylashadi. Ular shunaqa andaza, me'yor mavjud degan tushuncha bilan katta bo'lishadi. Shu bois bu oiladagi qizlar zo'ravon odam bilan turmush qurishi ehtimoli katta.
Hissiyotchan o'g'il bola esa otasini onasiga qo'l ko'tarayotganini, zo'ravonlikni ko'rsa, o'zidagi erkaklikni rad etishi mumkin. Bu o'z jinsini almashtirishga olib kelishi mumkin. Tushunyapsizmi? Yevgeniy, kafedra ortidan ko'pincha "Rabbiy kechir" degan iborasi jaranglaydi. Uni kechir, Rabbiy kechirishni o'rgat. Ha, u nohaq, lekin biz kechirishimiz shart. Buni izohlab bering. Shovul Dovudni bir necha bora o'ldirmoqchi bo'lganida Dovud Shovuldan qochib ketdi. Dovud Xudoning moylangan podshohiga xizmat qilardi. Gap er bilan xotin haqida ketmayapti. Moylangan podshohning hokimiyati erning xotini ustidagi hokimiyatdan ancha katta edi. Dovud Shovuldan ketdi. Shovul o'ziga kelib, uni sal qosa o'ldirganini tushunib, Dovud, sen mendan ko'ra ko'proq haqsan, oldimga qayt dedi. Dovud Shovulga, sizni kechirdim, sizni sevaman, lekin oldingizga qaytadigan ahmoq emasman dedi. Bu men chin yurakdan kechirdim, lekin yarashmayman degani. Men yarashmayman dedi. Ya'ni men senga ishonmayman deganimi? Sizga ishonmaslikka haqqim bor degani. Shu bois kechirish yarashishni anglatmaydi. Shaul uni bilgani uchun uni chaqirdi. 2 marta, 2 marta. Ha, ko'z yoshlari bilan, his tuyg'uda. Ha, yo'q deyish man etilgan Xudoning moylanganiga. Ezgu maqsadda tarbiya chorasi sifatida bolalarni jismoniy jazolashga qanday qaraysiz? Ochig'ini aytaman, bolalarni ba'zan jismonan jazolash kerak. Og'riqning ta'siri bor. Bola tarbiyasidagi eng muhim masala ana shu. Gap bolalar haqida ketyapti. Biz xotinni tarbiyalamaymiz. Mana, og'riq qanaqa ta'sir o'tkazadi? Ota-onalar bir xatoga yo'l qo'yishlari mumkin. Ya'ni, bolaga qayta gapirgandan keyin ham u quloq solmaslikni davom ettirsa, biz esa bunga qarshi chora ko'rmasak, bizda boshqa odamlarga azob yetkazadigan odamni o'stirish xavfi bor. Ya'ni u o'ylanganida yoki katta bo'lganida og'riq nimaligini o'zi bilmay turib, boshqalarga ozor yetkazayotganini tushunmagan holda ular ustidan masxara qiladi. Tarbiyaning mohiyati, og'riqning ta'siri ana shundan iborat. Muqaddas kitobga ko'ra, bolaga og'zaki so'z ta'sir qilmaganidan so'ng, u takror quloq solmasa, ba'zida bola og'riqning ta'sirini his qilishi kerak deb o'ylayman. Aks holda u boshqalarga ozor berayotganini tushunmaydi. Muqaddas kitobda keltirilgan jazo uslubi oxirgi chora desam, ko'pchilik meni qoralashi mumkin. Uni ham qo'llash kerakmi, yo'qmi, qanaqa chorani qo'llash kerak degan savollar bor. Bola bilan nima sodir bo'layotganini tushunmay uni jazolash xavfli. Shu ma'lumki, aynan otalar o'zini qo'ldan chiqarib, bolani savalab, alamini olishadi. Ota kamarni, tayoqni olib, bor jahlini to'kib soladi. U bolani boshqara olmayapti, vaziyatni boshqara olmayapti. U o'zining bolaligida bo'lgan vaziyatni, bunaqa vaziyatda o'zining otasi uni ham urganini eslaydi. O'z bolasini uradi, lekin bolaning asabi, sog'lig'i buzilayotganini o'zi tushunmaydi. Katta bo'lsang tushunasan degan xalq naqli bor. Agar bola 3 yoshda bo'lsa, u bilan 3 soat muhokama qilishning hojati yo'q. Lekin o'smir yoshdagi bola bilan muhokama qilmay turib, unga nisbatan 3 yoshli boladek chora qo'llasak, biz mag'lub bo'lgan ota-ona bo'lamiz. Tarbiyada nima ruxsat beriladi, nima ruxsat berilmaydi, bolaning rivojlanish bosqichiga bog'liq. Lekin birorta ham bosqichda zo'ravonlik qo'llash mumkin emas. Na go'dak, na 16 yoshli bola ustidan zo'ravonlik qo'llash mumkin emas. Gamlet urish kerakmi yoki yo'qmi deganidek, bolani urish mumkinmi yoki yo'qmi masalasi masihiylikdagi tarbiya adabiyotida uchraydigan eng murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Hamma shunday xulosaga kelyaptiki, jismoniy jazosiz tarbiya berish imkonli. Buni imkoni bor. Bordi-yu imkoni bo'lmasa, uni qanday qo'llash mumkinligini o'rganib chiqish kerak. Yangi ahdni o'rgansangiz,
Ibroniylarga maktubidagi Xudo kimni sevsa, o'sha insonni jazolaydi degan oyatdan boshqa tarbiyaga oid bo'lgan jismoniy jazoni qo'llash mumkin bo'lgan boshqa oyat yo'q. Shuning uchun buni qo'llamaymiz. Bitta cho'pon non uyi jamoasining a'zosi Nikolay Barichevskiy g'aroyib voqeani aytib berdi. O'ylaymanki, bu voqea mening yoshimdagi avlodga juda yaqin bo'lib ko'rinadi. Bir qishloqda cho'ponlar onalarga bolalarini jismonan qattiq jazolashni o'rgatishgan ekan. Va nima uchun 15-16 yoshli o'smirlar yoppasiga dunyoga ketayotganining sababini tushunishmagan. Shunda cho'ponlar xizmatkorlar emas, onalar yig'ilib, nima qilamiz, bolalarimizni yo'qotyapmiz deb muhokama qilishgan. Birinchidan, har bir oilada bola ko'p, yoppasiga dunyoga ketishyapti. Onalar jamoat kengashining qaroriga qarshi borib, bolalarini boshqa jismonan urmaslikka qaror qilishadi. Ana shu oilalarda katta bo'layotgan bolalar jamoatda qolishni boshlagani ajablantiradi. Vaqt o'tib, faqat ayrim odamlar bu burilish payti bo'lganini tan olishgan. Yevgeniy murakkab savol beraman. Bir tomondan jinoyat shakli bo'lgan har qanday tusdagi zo'ravonlikni yashirmasdan yuzaga chiqarish, fosh qilish kerak. Boshqa tomondan esa, agar bu jamoat bag'rida sodir bo'lsa-chi, axir jamoat bu konservativ institut-ku. Bu yerdagi yakka-yu yagona bo'lgan oliyjanob odamlarning yig'ini, bu odobli, yagona umid bo'lgan, Xudodan qo'rqadigan odamlar va ana shunday joyda qo'qqisdan judayam sharmandali voqea fosh bo'ladi. Har holda uydan axlatni olib chiqarish kerakmi yoki ezgu maqsadda yashirish kerakmi? Odamlar jamoatdan yuz o'girmasligi uchun. O'tgan yilgi kuzda Fransiyaning katolik jamoati 4 yillik tadqiqotni nashr etdi. Fransiyaning katolik jamoatida 70 yil ichida 216 mingta bola jinsiy zo'ravonlikning qurboni bo'lgan. Men bu filmni ko'rdim. Odamlar yoppasiga jamoatdan ketishdi va ketishyapti. Bu faktni yashirgan yaxshimi yoki yuzaga chiqargan, yoritgan yaxshimi? Mana shu xuddiki jamoat mukammal degan tushuncha bizni muayyan gunohlarni yashirishga undaydi. Bunga xuddiki g'alati voqeadek qarashga undaydi. Meni gapimni tushunyapsizmi? Petrus sinovni g'alati voqea deb hayron bo'lmanglar deb ta'lim beryapti. Bu hammaning boshiga yog'iladi. Jahondagi birodarlar bilan bunaqa narsa sodir bo'ladi. Tushunish kerak, hayotimizga vasvasalar kelib turadi. Ha, jamoat Xudoniki, lekin uning doimo muayyan nuqsonlari bo'ladi. Bizning jamoatimiz gunohkorlar uchun ochiq. Biz gunohkorlar jamoati emasmiz. Biz gunohkorlarga xizmat qilamiz. Ma'nosi shuki, biz seni har qanday holda qabul qilamiz, lekin seni komillikka intilishingni ham istaymiz. Shu bois hech narsani yashirish kerak emas, nur porlashi kerak, hamma narsa ko'rinib turishi kerak. Odamning muammosiga sog'lom munosabat qilinsa, uni hal qilishda yordam ko'rsatilsa, kishi gunohini qoldiradi. Jamoat muammoni tan olib, masalaga oydinlik kiritsa, bu uyatli, to'g'ri, og'riqli, mana shunaqa bo'ldi desa, bu odamlarning ishonchini oshiradi-ku. Biz odammiz, tavba qilamiz, fosh qilganingiz uchun rahmat. Zo'ravonlik qurboni ezilgan, singan holda bo'lsa, uning chiqish yo'li, murojaat eta oladigan odami bo'lmagan vaziyatda buni oshkor qilishi kerak. Birinchi navbatda xizmatkor cho'ponlarga aytishi kerak. Agar xizmatkor cho'ponlar nima qilishni bilishmasa, odatda cho'ponlar oilalardagi vaziyatni bilishadi, sezishadi. Unday holda sizni himoya qila oladigan yaqin qarindoshingizni topib, bu muammoni oshkor etish kerak. Oddiy bir savol. Nima sababdan er xotinini jamoatda yoki dahlizda urmaydi? Uni nima ushlab turibdi? Yordamga kelishi mumkin bo'lgan erkaklar. Demak, u o'zini boshqara olar ekanda, qo'lidan kelar ekan. Qo'lidan kelar ekan. Demak, uyda o'zimni boshqaraman deb 2-3 marta va'da bergan er o'zini boshqara olmasa, er yoki xotin vaziyatni boshqarishga qodir emas, zo'ravonlik to'xtamaydi. Ayolni himoya qilish uchun boshqa odamlar jalb qilinmasa,
unga yordam berish uchun yangi chora ko'rilmasa, zo'ravonlik davom etaveradi. Menimcha, bu eng murakkab savol bo'lsa kerak. Agar oldinda hayot-mamot masalasi turgan bo'lsa, agar 216 ming bolaga nisbatan jismoniy zo'ravonlik qo'llanilayotgan bo'lsa, jamoat bo'lmasa, kim ularni himoya qiladi? 70 yil buni yashirib nima naf ko'rdik? Bizning Germaniyamizda sobiq papa Benedikt ham shunda ishtirok etgani oshkor bo'ldi. U hali tirik. Har yili 200-300 ming kishi yoppasiga katolik jamoatidan chiqib ketishyapti. Jamoat gunohni yashirayotgani sababli. Odamlar bunga boshqa sherik bo'lishni istashmaydi. Baribir bilishimiz kerak, yolg'onning umri qisqa, yashirin narsa oshkor bo'ladi. Bu masalani to'g'ri yechimi qanaqa? Kafedradan turib ismlarni aytish kerakmi yoki muammoni o'zinimi? Ya'ni, agarki jamoat har safar bunday muammo yuziga kelganda omma oldida buni qoralaganida edi, bunaqa oxiri voy bo'lmas edi. Fransiya jamoati 70 yil o'tib buni fosh qildi. Va psixologlar statistlarning hisobiga ko'ra hozir Fransiyada bolani jamoatdan ko'ra ko'proq sport bo'limiga yoki oddiy umumta'limot maktabiga olib borish xavfsizroq, jamoat esa xavfliroq joy. Jamoatda zo'ravonlikning miqdori jamiyat tashkilotlarinikiga nisbatan ko'p. 1000 yil orqaga qaytsak, katolik jamoati majburiy o'ylanmaslik qasamini kiritdi. Bu muqaddas kitobga to'g'ri kelmaydi. Bugun hamma mutaxassislar sabab 99% ana shunda ekanini ta'kidlaydi. Bu muammoga asosan o'g'il bolalar, uylanmagan manaxlar duch kelyapti. Shu bois va xotin o'rtasida normal munosabat va intim hayot bo'lishi kerak. Testosteronni chiqarish, ishtiyoqni ado etish masalalari jamoatning profilaktik vazifasiga kiradi. Jamoat qonun va politsiya bilan hamkorlik qilishi. Har xil nuqtai nazar bor. Ayrimlar vaziyat qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar politsiyani chaqirishni tavsiya qilishmaydi. Bu sharmandalik bo'ladi-ku. Jamoatga yoki masihiy oilaga politsiyani chaqiribdi, yaxshisi ibodat qilish, ishonish kerak, sabr qilish kerak kabi gaplar qilishadi. Odamni urushganini ko'rib, biror marta bo'lsa ham, siz politsiyani chaqirganmisiz? Qaysidir vaziyatda politsiyani chaqirishni tavsiya qilganmisiz? Bu savol uchun sizga katta rahmat. Shaxsan o'zim 10 martalab chaqirganman. Men xotinim bilan oiladagi zo'ravonlik qurbonlari boshpanasi loyihasini yuritamiz. Biz politsiyani zudlik bilan chaqiramiz. Bu biz uchun qoida. Amerikada oiladagi zo'ravonlik to'g'risidagi qonun a'lo darajada. Bu eng yuqori darajada, mukammal darajada ishlaydi. Amerikada men ko'rgan narsalarning eng yaxshisi deb oiladagi zo'ravonlik haqidagi qonun deb ayta olaman. Rossiyada bunaqa qonun umuman yo'q, boshqa davlatlarda bu qonun oqsaydi. Qonun zo'ravonlik qurbonini shu zahoti himoya qiladi. Bir narsaga urg'u beraman. Avval uni himoya qiladi. Keyin esa ishni o'rganib chiqadi. Politsiyaga qo'ng'iroq qilingandan so'ng ular zudlik bilan yetib kelishadi va qurbon odamni himoyaga olishadi. Qurbon odam yolg'on gapirayotgan bo'lsa ham uni himoya qilishadi. So'ng sudga borib ishni o'rganishni boshlaydi. Agar u aldayotgan bo'lsa, u katta muammoga uchraydi. Men har doim politsiyaga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qilaman. Uyalmang. Biz o'zimizni Rabbiy Xudo bizni hurmat qilgan darajada hurmat qilishimiz kerak. Xudo bu ayolga, bu erkakning xotiniga o'z qizidek, o'z malikasidek qaraydi. Ayolning qadrini yerga urishga hech kimning haqqi yo'q. Politsiya bo'ladimi, otasimi, boshpana uyi bo'ladimi, men politsiyani tavsiya qilaman. Bir voqea aytib beraman. Endigina cho'pon bo'lganimdan so'ng oiladagi birinchi zo'ravonlik tajribasini 25 yoshimda boshimdan o'tkazdim. O'sha paytda mening yoshi katta bo'lgan bir chiroyli kotibam bor edi. Taxminan 50 yoshlarda edi. Yaxshi bir odobli ayol edi. Uning o'zi eri uni urayotganini aytib qoldi. Bu uyatli gap, lekin eri uni urayotgan edi. Umrimda birinchi marta uyingizdan keting dedim.
Eringiz bilan yashamay turing, iltimos. O'g'lingizni oldiga borib, o'g'lingiz bilan yashang dedim. Faqat ko'chadigan bo'lsangiz, kamida 4-5 oyga ko'ching dedim. U hozir atirgul olib kelib, uzr so'rashiga uchmang dedim. U rahmat cho'pon, hammasini tushundim deb ketdi. U ko'chib ketdi. 2 kundan so'ng jonlantirish bo'limiga yotqizildi. Chunki eri 20 yildan beri birinchi marta kostyum, galstuk kiyib, gullar bilan balkon tagida 2 soat turgan. Rahmi kelib oldiga chiqqan, ishongan. O'sha kuni kechqurun ibodatga borayotgan paytda boshidan taburetka bilan zarba yegan. Ha, bu juda yaxshi savol. Bu inson yashayotgan davlatga bog'liq. Har doim ham politsiyaga murojaat qilgandan so'ng siz istagan natijani ko'rmaysiz. Afsus, bu haqiqat. Biz juda oddiy bir tamoyilga amal qilishimiz kerak, bunga shubham yo'q. Birinchidan, agar insonning hayoti va sog'lig'i xavf ostida bo'lsa, misol uchun bizda ayolni juda qattiq savalash holatlari bo'lgan. Er xotinini urayotgan bo'lsa, biz ayol kishi alohida yashashni, zudlik bilan boshqa turar joyni topishini tavsiya qilamiz. Jamoatdagilar sen bu oilani buzyapsan, ularga ajralinglar deb maslahat beryapsan. Xudo ularni tiklashga qodir deyishi mumkin. Shunga qaramay ayol kishi alohida yashash kerak. Inson hayoti va salomatligi xavf ostida bo'lsa, misol uchun yuziga musht tushirishgan, tishini sindirishgan, sochini yulishgan bo'lishlari mumkin. Bu odamning nafaqat jismoniy salomatligi, balki ichki holati ham butunlay o'zgarib ketishiga olib keladi. Ichki jarohat oladi. Sizning mamlakatingizda ahvol qanday? Politsiya chaqiruvdan keyin keldi. Ular savalangan ayolni ko'rishdi, idishlar singan, mast erkak, o'zini bilmaydi. Bunday holda ular odatda nima qilishadi? Bizlar tajribadan ko'ryapmizki, aroqxo'r er xotinini vaqti bilan urib turadi. Xotin esa politsiyani chaqiradi. Bizda politsiya emas, militsiya deyishadi. Ular kelib uni izolyatorga olib ketishadi. U bir muncha vaqt o'sha yerda o'tirib chiqadi. Politsiya unga bunaqa ish qilma, aks holda biz yana kelamiz deydi. Jarima undirib qo'yib yuboradi. U ozodlikka chiqdi. Uni qo'rquvi o'tib ketadi. U o'z tabiatini o'zgartira olmaydi. Chunki bu ruhiy masala. U yana xotinini uraveradi. Unga xotinining oldiga borishni taqiqlash, ajralish masalalari uzoq vaqt kechadigan jarayon. Ayol kishi buni tushunadi. Erim chiqqandan keyin battar vahshiy hayvonga aylanadi. Undan ko'ra chidab o'tiraman deydi. Men ishimning 50%ni cho'ponlar va jamoatlar bilan birga olib boraman. Chunki bu umumiy masala. Bu bizning odamlarimiz. Gap ularning kelajagi haqida ketyapti. Bu umumiy ish. Jamoat o'z ishini qiladi, biz ijtimoiy yetakchilar, yuristlar esa o'z ishimizni qilamiz. Bu ish shu qadar yirik, shu qadar umumiyki, biz jamoat tarafida yoki jamoatga qarshi ish olib bora olmaymiz. Cho'pon yuridik jarayonni bilishi kerak. Shu bois u yuristlarga murojaat qiladi. Yuristlar har xil bo'ladi. Bizni mijozlar qiziqtiradi. Mijozlar esa pul to'lash kerak deydigan yuristlar ham bor. Ular bu oilaning nechta farzandi borligiga, endi qanday yashashiga, xotini endi qanday yashashiga tupurib qo'yibdi. Bitta kichik masalani tushuntirib bermoqchiman. Mojaro yuz berdi. Bu yerda er aybdor. Xotin politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Shunda politsiya kelib, erni olib ketadi. Erga xotiniga yaqinlashish taqiqi qo'yildi. Ular bir-biriga yaqinlasha olmaydi. U yerda har xil bosqichlar mavjud. Qo'ng'iroq qilish mumkin emas, uyiga kelish mumkin emas, salom yo'llash mumkin emas va hokazolar. Er izolyatsiya qilindi. Keyingi oy esa uyning pulini, sug'urta pulini, hisob varaqlarni, oziq-ovqat pulini to'lash kerak. Xotin esa ishlamaydi. Xotin kishi
nima qilishni bilmaydigan og'ir vaziyatga tushib qoldi. Prokuratura ko'rib turibdiki, xotin kishi hayotga real ko'z bilan qarab, yaxshisi chidab turaman, u axir oilamni boquvchisi deydi. Ana shunda jamoat va biz bu oilani saqlab qolishga harakat qilish uchun eri bilan, xotini bilan birgalikda ishlashimiz kerak. Chunki davlat uni saqlab qololmayapti, davlat ijara pulini, hisob varaqlarini ham to'lamaydi. Aynan shu mavzuda men ko'pgina qalb shifokorlari bilan gaplashganman. Bir misol keltiraman, bu insonni sen ham, men ham taniymiz. Ismini aytib o'tirmayman. U bir jamoatga mehmonga borganida, odamlar yoppasiga uning oldiga kelib hammasi bitta ismni e'tirof etishgan. U odam 70 yoshda bo'lgan. Barcha qarindoshlari uni jamoatda himoya qilib kelgan. U o'sha jamoatning birodarlari oldida bu muammoni ko'targanda, ular do'stim bu sirligicha qolsin, qozon yopiqligicha qolaversin deyishgan. Birodar politsiyaga qo'ng'iroq qilib o'sha odamning ismini oshkor qilgan. Politsiya u odamni qamadi. Endi bu odamni bu jamoatga boshqa taklif qilishmaydi. Bu sohada ish olib boradigan barcha qalb shifokorlari, cho'ponlar bir narsada rozi. Zudlik bilan chora ko'rish kerak bo'ladigan narsa bu pedofiliya. Bu voyaga yetmagan o'g'il va qiz bolalarga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo'ravonlik. Gap pedofiliya haqida ketganda biz kuta olmaymiz. Bu yerda hech narsani tushuntirish kerak emas, qoplash kerak emas. Pedofiliyaga shu zahotiyoq keskin chora ko'rib, unga barham berish kerak. Qoqinishlar, vasvasalar va ayblovlar kursi davomida jamoatdagi insonlar o'rtasidagi muammolar haqida o'tiladi. Biz ko'proq ziddiyatlarni keltirib chiqaradigan masalalarni yuzaga olib chiqamiz. Biz har xil tushunadigan masalalarda bir-birimizga qanday munosabat qilishimiz kerakligini tushuntirishga harakat qilamiz. Muloqot doim muhim. Yakkalanish esa doimo juda xavfli yo'l. Birinchidan, mag'rur odam o'zini ajratadi. U to'la haqiqatga egaman deb mutlaqo ishonadi va uning nuqtai nazari bilan rozi bo'lmagan odamlar haqiqatdan yiroqda. Bunday odamlar tajovuzkor, keskin bo'lishadi. Ular odatda boshqacha o'ylaydiganlarni muloqot doirasiga qo'shmaydi. Bu avtoritar yondashuv. Tarixda nihoyatda ko'p vahiylarni olgan buyuk Havoriy Pavlus, men Yerusalimga o'zimning ilohiyotshunosligimni havoriylar oldida taqdim etish uchun vahiy bo'yicha boryapman degan. Qarashlarimizni, fikrlar, nuqtai nazarlarimizni tekshirish uchun global masalalarni qanday tushunamiz? Bu kurs odamlarga o'tmishdagi tarbiya, an'analar, o'z-o'zidan haqiqat sifatida qabul qilinadigan odatiy qarashlar sababli o'ralashib qolgan labirintdan chiqishga yordam berishga mo'ljallangan. Biroq, masala ochiq fikrlash yo'li bilan keng o'rganib chiqilsa, biz haqiqatga aloqasi yo'q narsalar atrofida girdi kapalak bo'lib yurganimizni tushunamiz. Qoqinishlar, vasvasalar, ayblovlar. Bu kurs jamoatdagi odamlarning turli xil qarashlari, afzalliklari, an'analari va fikrlari sababli hosil bo'ladigan ziddiyatlar muammosini tushuntiradi. Bu haqda forspirit.org platformasida bilib oling. Ayrim hollarda masihiy psixolog kerak. Cho'pon har doim ham hamma narsada malakali bo'la olmaydi-ku. Yoki aynan cho'pon ruhiy shaxs bo'lgani uchun eng zo'r psixologmi? Psixologiyaga munosabatingiz o'zi qanaqa? Xususan siz dunyoviy yoki masihiy psixologni kursidan o'tishni tavsiya qilasizmi? Men dunyoviy psixologiyaga ishonmayman. Chunki zamonaviy dunyoviy psixologiya inson o'zini yaxshi his qilishiga qaratilgan. Unda muqaddas kitobning haqiqatlari deyarli yo'q. Men masihiy psixologlarni tavsiya qilaman. Ular masalani o'rganish jarayonida ham sening nuqtai nazaringni tushuna oladi,
ham muqaddas kitobning ruhi orqali taqqoslashni bilishadi. Men hatto muqaddas kitob bo'yicha demayapman, kitobning ruhi yordamida deyapman. Chunki nimanidir oqlaydigan yoki qoralaydigan moddalar yo'q. Men masihiy psixologlarni qat'iy tavsiya qilaman. Aksariyat cho'ponlar esa zo'r psixologlar emas. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlardagi yangiliklarda psixologiyani mensimay gapirgan xizmatkorlarni ko'raman. Ular bu muqaddas ruhga yoqmaydigan, bu Xudodan bo'lmagan qurol. Xudo bizga muqaddas ruhni bergan deyishadi. Bu savolga javob topish qiyin emas. Bu shunchaki insoniy johillik. Psixiatriya haqida gapirganimizda biz bir narsani tushunishimiz kerak. Bugungi kunda ko'plab odamlar qizil chiziq oldida turibdi. Odamlar uyqusizlikdan azob chekyapti. Bizning markazimizda uyqusizlikdan qiynalayotgan odamlar bor. Asabi charchagan. Ko'p masihiylar antidepressant, maxsus dorilar iste'mol qilishadi. Ba'zilar neyroleptikaga o'tishyapti, bu esa juda xavfli. Inson uchun bu muolaja xavfli, lekin majburligidan qiladi. Bunaqa narsalarni tushunmaydigan malakasiz xizmatkor ibodat qiling, tinchlanib oling, choy iching, valeriyanka qabul qiling deya insonning ahvolini murakkablashtiradi. Meni psixologiyani kamsitkim yo'q, biroq u haddan tashqari serqirra. U Xudo insonning hayotiga aralashishi kerakligini tan olmaydi. Shu bois maslahatlar sezilarli o'zgarishlar keltirishini kutishga hojat yo'q deb o'ylayman. Hozirgi vaqtda bir talay masihiy psixologlar bor. Tahsil olgan, bu sohaga ko'p yillarni bag'ishlagan odamlar, o'z ishini ibodat bilan qiladigan odamlar. Bunga munosabatingiz qanday? Muloyim qilib aytganda, ehtiyotkorlik bilan qarayman bunga. Psixologiyani o'rganadigan odam muqaddas kitob va ibodat nuqtai nazaridan emas, balki psixologiya nuqtai nazaridan ishlashiga to'g'ri keladi. Ayniqsa, bizning mamlakatimizda unga hech kim ruxsat bermaydi. Shu bois ehtiyotkorlik bilan qarayman. Bunday odamlar bilan gaplashganda ham ehtiyotkorlik bilan qarayman. Agar psixologiyaga xuddi shifokor inson tanasidagi muayyan alomatlarni o'rganadigan fandek qarasak, psixiya yunon tilidan asl ma'nosi jon degani, ya'ni jonning odatlari, jonning ko'nikmalari bo'lib, buni tadqiqot qilishga arzimaydi deb hisoblaysizmi? Siz bu masalaga juda ehtiyotkorlik bilan qaraydiganga o'xshayapsiz. Ehtiyotkorlik bilan qarayman. Psixologiya serqirrali. Masihni o'lgudek yomon ko'radigan psixologiya namoyandalari ko'p bo'lgan. Shu bois ularning xulosalari xato. Misol uchun, Frey Injilga muqobil bo'la oladigan o'zimning psixoanalizimni yaratdim degan. Shu sabab ularning da'volarini asos sifatida qabul qilib bo'lmaydi. Jungning shaxs tipologiyasiga mening jonim 100% qarshilik qiladi. Ular Masihdan nafratlanishgan. Ularning fikriga qo'shilib bo'lmaydi. Ha, shunday. Siz xudosiz bo'lgan odamlarni misol qilib keltirdingiz. Nitshe, boshqa faylasuflar, psixologlar, shifokorlar haqida ham xuddi shunday desa bo'ladi-ku. Lekin ibodat qiladigan shifokorlar ham bor. Tadqiqotlar o'tkazadiganlari ham bor. Siz qat'iy qarshisiz. Jamoatda chinakam masihiy bo'lgan psixolog bo'lsa, u psixolog atamasining o'rniga murabbiy yoki qalb shifokori yoki maslahatchi so'zini ishlatadi. Ammo uning ma'lumoti psixolog. Men bunga juda ehtiyotkorlik bilan qarayman. Chunki bu ma'lumotning asosida Xudoni inkor etish turadi. Odamlarga jismoniy muolaja ko'rsatish uchun bilim kerak. Bu esa fan. Psixologiya esa hech qachon fan bo'lmagan. Aynan shu sababdan u serqirra. Psixologiyaning asosida Xudoni inkor etish yotar ekan, quruq psixologiyaning o'zidagi so'nggi maslahatlar ham insonga foyda keltirmaydi. Cho'pon o'z imkoniyatlarining chegarasini bilishi kerak. Bu masalada men yordam bera olmayman. Bilimim, tajribam yetmaganini his qilyapman deyish kerak. Hamma narsani ham bilmaymiz-ku. Cho'pon buni tan olib, insonni mutaxassisga yo'naltirsa, bu samarali bo'ladi. Insonga mutaxassis yordam ko'rsatadi.
Ko'pgina mutaxassislarda ham kasbiy deformatsiya degan narsa bor. Cho'ponlar ham hamma muammolarni faqat ruhiy qatlamda ko'rishi mumkin. Biz ruh, jon va tanamiz. Xizmatkorlar ko'pincha bunga e'tibor berishmaydi. Odamning muammosini faqatgina gunoh qatlamida yoki ruhiy dunyo qatlamida ko'rishi mumkin. Jon qatlamichi, hissiyotlarchi? Buni qanday davolash kerak? Tanani-chi? Ezilgan hissiyotlar kasallik keltirib chiqaradi. Biz bir-birimizga bog'liqmiz. Cho'ponlar odam bilan ishlayotganda inson ruh, jon va tana ekanini har doim yodda saqlash kerak. Faqatgina ruh emas. Savol davomida so'ramoqchiman. Psixolog, advokat, huquqni muhofaza qiladigan odamga yordam so'rab murojaat qilgan odamlar avvalo mijoz hisoblanadi. Psixologlar, advokatlar bunday mijozlarni imkon qadar ko'proq ushlab turishga harakat qilishadi, chunki ular daromad keltiradi. Ochig'ini aytganda, yaqinda bir ayol bilan ko'rishdim. U 2 yil davomida muntazam ravishda psixologning oldiga har hafta qatnaydi va har bitta uchrashuv uchun mo'maygina pul to'laydi. Men u odamga yana qancha vaqt qatnamoqchisan deb so'radim. Eridan esa ana shu 2 yil ichida xulqida qanaqadir o'zgarishlarni ko'ryapsanmi deb so'radim. Sen konsultatsiyani pulini to'layapsan-ku? Eri ha dedi. Uning javobi o'zgarish bor dedi. Ya'ni ayoli yana qancha vaqt qatnashini bilmaydi. Bu ularni oilaviy byudjetiga jiddiy ta'sir qilyapti. Lekin bu yerda intervyu bergan Florin bunday holatda qanaqa psixologlar jalb etilishi ahamiyatga ega dedi. Masihiy qadriyatga ega masihiy odamlar bor. Ular bunga birinchi navbatda xizmatdek qarashadi. Boshqalar esa bunga daromad sifatida qarashadi. Menga kelsak, biz jamiyatimizning eng a'lo masihiy psixologlarning ro'yxatini tuzdik. Biz shahrimizning ilg'or cho'ponlari bilan maslahatlashdik. Ularning jamoatida 20 ming, 4 ming a'zo bor. Ular bizga o'zlari tekshirgan psixologlarni berishdi. Xuddi shunday masihiy advokatlarimiz ham bor. Siz advokatlar bilan yaxshi munosabat qursangiz, ular sizdan foydalanmaydi. Ular manfaatini ko'zlamaydi. Jamoatdagi profilaktika ishlari. Jamoatda shunday ish olib boriladimi? Boshqa xizmatkorlarga, cho'ponlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Jamoatda bunaqa mavzuni muhokama qilish kerakmi? Tinglovchilarni bunga o'rgatish, zo'ravonlikka nisbatan o'z nuqtai nazaringni eshittirish kerakmi? Jamoat a'zolarini bunga qanday o'rgatish kerak? Mening fikrim bo'yicha shunday ish tutardim. Agar inson ustidan hokimlik qilish bu zo'ravonlik, ya'ni gunoh bo'lsa, biz jamoatda buni ta'limot sifatida, haqiqat sifatida qabul qilishimiz kerak. Buni voizlik qilish, himoya qilish bizning burchimiz. AQShda zo'ravonlikning darajasi Rossiyaga qaraganda kam. Chunki biladi, hozir xotin politsiyaga qo'ng'iroq qilsa, men butun umrga oilamdan ajralaman, kamida 1 yilga. Ular qo'rqishadi. Cho'ponlar ham haqiqatni gapirishni boshlasalar, erlar zo'ravonlik ko'rsatish kerakmikan deb o'ylashni boshlashadi. Cho'ponlar hali qo'rqar ekan, boz ustiga buni himoya qilar ekan, ular zo'ravonlikning sherigi hisoblanishadi. Ular zo'ravonlik ko'rsatish uchun jamoatda zamin yaratyapti. Bu qon va dunyoga ketgan bolalar ularning bo'ynida. O'ylaymanki, men jamoatda 6 oy davomida yoki undan ko'proq vaqt davomida bo'lgan vazlarni olib, tahlil qilishni tavsiya qilaman. Vazlarning necha foizi insonning shaxsiy xavotirlariga bag'ishlanganini aniqlab olish kerak. Insonning hissiyotlari, kechinmalari haqida qancha gapirilyapti? Ko'p xizmatkorlar bu haqda juda kam gapirayotganini payqashadi. Biz asosan mavhum narsalar haqida gapiramiz. Inson uchun rivojlanish ahamiyatga ega. Psixologiyada bu refleksiya deb ataladi. Ichki kechinmalarning rivojlanishi, o'zni anglash. Bu esa katta qadam. Chunki inson men qurbon bo'lmasligim kerak degan narsani anglasa, men Xudoning nazarida qimmatliman, men shaxsman, mening erkin irodam bor, chegaralarim bor. Ruhiy refleksiya bu kuchli profilaktika qurollaridan biri. Bu har bitta jamoatda bo'lishi kerak.
Men har bir cho'ponga o'z yuragini tekshirib ko'rishni tavsiya qilaman. Yoki zo'ravonlik qurboniga chinakam yordam kerakligini ko'rishi kerak. Agar katta cho'pon yoki kengash a'zolari buni ko'rmayotgan bo'lsa, qanaqangi dasturlar taklif qilmang, tilaklar tilamang, odamlar baribir bu yerda himoya yo'qligini ko'rishadi. Avvalambor cho'ponlar jamoasi bilan gaplashish kerak. Ularga bu masalalar bo'yicha nuqtai nazarimiz qanaqa bo'lishini chuqur o'rgatish kerak. Odamlarga yechimni taklif qilish kerak. Agar bu narsa barcha qarorlarni qabul qiladigan, boshqaradigan tashkilotning yoki jamoatning yuragida shakllangan bo'lsa, keyingi bosqichda jamoatda inson zo'ravonlik qurboniga aylangan holatda nima qilish kerakligi haqida seminar o'tish kerak. Ba'zida men sahnadan turib e'lon qilgan bo'lardim. Agar ering senga qo'l ko'tarayotgan bo'lsa, biz sen bilan ko'rishishga va senga himoyani taklif qilishga tayyormiz. Ba'zida obro'sini saqlab qolish maqsadida uydagi mojaroni oshkor qilishni istamagan ayollarga fe'li qattiq bo'lgan tog'alaring, ammalaring yoniga borib ayt deganman. Ular seni himoya qilishadi. Eringizga ularni xabari bor. Agar yana bir marta qo'l ko'tarsangiz, ularga xabar beraman. Bu yerda endi sizni nayrangiz o'tmaydi. Bu masalani endi qarindoshlarim kelib, o'zlari hal qilishadi, deb aytishni tavsiya qilaman. Boshqacha qilib aytganda, barchaga maslahatim shunday. Kalomiy nuqtai nazaringiz qanaqaligini aniqlab oling va oilada zo'ravonlik boshlanganida inson bunga qarshi qanaqa choralarni ko'rishi mumkinligi haqida profilaktika ishini olib boring. Jamoat rahbariyati umumiy yig'inlarda o'zining pozitsiyasini aniq va lo'nda belgilashi kerak. Har qanaqa zo'ravonlik, jismoniy, emotsional, psixologik man etiladi. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Buni umumiy yig'inda aniq va lo'nda qilib aytish mumkin. Yana muayyan ixtisoslashgan xizmatlar o'tkazish kerak deb o'ylayman. Masalan, oilani mustahkamlaydigan ota-onalar farzandiga nisbatan zo'ravonlik qilayotgan bo'lsa, demak, to'g'ri tarbiyalashni o'rgatish kerak. Agar xotiniga nisbatan zo'ravonlik qilayotgan bo'lsa, kamdan kam hollarda teskarisi bo'ladi. Bu haqda ta'lim berish kerak. Oilalar bilan ish olib borish kerak. Sizda ayollar xizmati qanaqa darajada ekanini bilmayman. Men yilida 70 ga yaqin jamoatlarga boraman. Eng zo'r erkaklar xizmatlaridan biri non uyi jamoatida. Ana shunday erkaklar va ayollar xizmati orqali kalomiy otalik madaniyatini, Xudoning qalbiga manzur erkak, Xudoga manzur ayol madaniyatini tatbiq qilishimiz mumkin. Xudoning nazaridagi erkak va ayollarni tarbiyalashimiz mumkin. 3-yo'li bu uy guruhlarini o'tkazish. Odam siznikiga o'xshagan 1000 kishilik jamoatga kelsa, uning kayfiyatini, pardoz ostidagi ko'karishlarni bilib bo'lmaydi. Uy guruhlarida odamlar bir-birlarini bilishadi. Guruh yordamida shunaqangi narsalar ochiladi. Yakunida shu sohada xizmat qilishga da'vat etilganlarga rivojlanishni davom ettirishni maslahat beraman. Baxtimizga bugungi kunda ana shu savollarga javob beradigan, ta'lim beradigan yaxshi masihiy kitoblar bor. Paraklesiya instituti, qalb shifosi institutlari bor. Biz barchamiz yuksalishimiz kerak deb o'ylayman. Ayniqsa bu xizmatga da'vat etilgan odamlar. Hurmatli do'stlar va hamkorlar, xizmatimizga ko'rsatgan e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men uchun bu siz ko'rsatgan katta ishonch belgisi. Xizmatimizga moliyangizni ekish qaroringiz to'liq oqlangan. Minglab minnatdorchilik maktublari buning guvohi. Har kuni dunyoning turli burchaklaridan bizga keladigan xabarlar, savollarga va ehtiyojlarga xizmat xodimlari javob berishadi. Xizmatimizni moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali biz bir butunlikni tashkil qilamiz. Shunday ekan, bir kuni kelib ekuvchilar ham, o'ruvchilar ham birgalikda xursandchilik qilishadi.